Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Dunyoda ijodkor borki, har bir ijodkor onalar haqida asarlar, she'rlar yozadi. Shular qatori men ham ona haqida bir she'r yozgan edim. Shuni e'tiborlaringga havola qilmoqchiman. Olislardan ruhim tushganda vujudingda bo'lganman ona. Jismimga jon ato etganda yuragimda bo'lgansan ona. Toki inson shaklin olguncha o'ylaringda bo'lganman ona. Yorug' dunyo yuzing ko'rganda qo'llaringda bo'lganman ona. Qalb to'ringdan oq suting berib ko'zlarimni ochgansan ona. Mehr to'la ko'zlaring bilan yuzimga nur sochgansan ona. Bir on yiroq bo'lgan chog'imda yuragingda bo'lganman ona. Duolarga qo'ling ochganda tilagingda bo'lganman ona. Oq ko'nglingdan rang oldi soching, yaqinlashar so'nggi ostona. Menchi bo'lsam oilam uchun ovoraman qurib koshona. Hech bo'lmasa bir tomchi suting rashid oqlay bildimmi ona. Qalbda qolgan mehrimni beray urilmasdan toshga peshona. Hayron bo'lma